Assalomu alaykum. Mening ismim Karimov Nurbek. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti birinchi bosqich talabasiman. Menejment fakultetida o'qiyman. Akademik ko'nikmalar fanidan, ya'ni jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar kafedrasi akademik ko'nikmalar fanidan menga mustaqil ish sifatida Polsha davlatini o'rganish berilgan, Stata dasturida o'rganish berilgan. Bu uchun nima qilamiz? Biz dastlab qiladigan ishimiz World Bankga kirib olamiz. Mana World Bank Open Data bosamiz. Bu yerda chiqib keladi mana World Bank Open Data. Ko'rishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlar joylangan. Xo'sh. Mana ikkita o'zgaruvchi country or indikator. Indikator bu ma'lum bir yo'nalishlar miqyosida keyin kirib ko'ramiz. Agriculture bu sug'oriladigan yerlar, foydalaniladigan yerlar, GDP'si, mana ko'rishingiz mumkin barcha yo'nalishlar bor mana. Mana turibdi barcha yo'nalishlari. Bizga bu kerak emas. Shuning uchun bundan chiqib ketamiz. Bizga mana bu kerak country. Chunki menga Polsha davlatini o'rganish topshirilgan. Bu uchun mana ko'rishingiz mumkin davlatlar miqyosida turibdi. Faqat tushib o'tirmayman Polsha. Mana Poland. O'rganish uchun mana chiqib kelyapti barcha ma'lumotlari sekin mana ko'rishingiz mumkin. Nima qilamiz? Yuklab olamiz buni. Mana bosamiz Excel. Mana tepaga chiqdi. Mana уже chiqib keldi. Excelni ochamiz. Xo'sh, mana ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin mana. Method indicators, yo'nalishlar, indikatorlar mana. Urbanizatsiya, population hammasi bor. World hammasi GDP'sidan tortib tovar eksporti, importi, logistikasi, barcha ma'lumotlar qo'yilgan. Medita country bu yerda pastda hech narsa yo'q, ikkita so'z, ikki qator so'zdan boshqa. Bizga kerak sana data. To'g'ri bosamiz. Bu ana 1960-yildan to 2023-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar paneli hisoblanadi. Nima qilamiz? Razрешить. Razрешить nima degani? U razрешить o'sha buni tahrirlashga ruxsat berdish. Bosdim kopirovat. Yangi mana ochaman sahifa. Yana o'sha hatto kopirovat. Mana kiramiz, bosamiz. Ko'rdingiz, 1960dan 2023-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar barchasi chiqib keldi. Xuddi shunaqa qilib o'zimizga kerakli o'zgaruvchilarni tanlab olamiz, bittalab. Har bittasini tanlab olamiz. Mana yana bir ikkita qo'yib ko'rsataman. Mana xuddi mana shunday. Men hozir bu yerda tavakkal tanlab olayman. Aslida men allaqachon tanlab bo'lganman. O'zgaruvchilar mana ko'rishingiz mumkin. Bunda masalan 94-yildan boshlab 39 yillik ma'lumotlar bor. Bo'lishi mumkin. 28 yillik, 38 yillik ma'lumotlar bor. Iloji boricha ko'proq ma'lumotlarni tanlaymiz. Polsha tovar eksporti. Mana. Men tanlab olgan o'zgaruvchilar mana yillar 95-yildan 2023-yilgacha bo'lgan ma'lumotlar. Tovar eksportiga ta'sirini o'rganaman men. O'zim o'rganish maqsadida Polsha davlatining tovar eksportini tanlab olganman. Unga ta'sir qiluvchi omillar: aholi soni, yalpi ichki mahsulot, ishlab chiqarish, daromad solig'i, tovar va xizmatlar importi, zaxiralar importi, transport servislar xizmatlari. Mana ko'rishingiz mumkin barchasi pastda 29 yil, 30 yillik datalar. Nima qilamiz? Buni saqlanib qilamiz. Chiqib ketaman. Kerak emas menga. Bu ham kerak emas. Stataga o'taman.
file bosaman. Mana import Excel chiqib keladi. Bosamiz. Mana variables bosamiz. Polsha. Ko'rishingiz mumkin, mana chiqib keldi. Importdan birinchisini bosamiz, o'zi mana har bittasini tahrirlab alohida olib berdi. Okay. Mana chiqib keldi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda barcha ma'lumotlar bor. Menga bu kerak emas. Menda o'zimniki bor. Mana buni bu yoqdan olaman. Mana bu o'zgaruvchilar chiqib keldi. Ko'rishingiz mumkin, barchasi chiqib keldi va biz qiladigan birinchi ish browse komandasini yuboramiz. Mana bu yerda Excel'dan import qilingan ko'rsatib turibdi. Mana yillar, tovar eksporti, aholi soni, yalpi ichki mahsulot, ishlab chiqarish hammasi va bular o'shalarni e'lonlangani, qaysidir ma'noda yaxshilangani variant. Ma'lum bir kerak emas qismlar olib tashalgan. Bizga kerak bo'ladi bu. Bu yoqqa tashlaymiz va do file yuklaymiz. Mana bu do file. Ko'rishingiz mumkin. Set yillar komandasini beraman. Xo'sh, bu nima degani? Bu shu deganiki, mana bu. Mana bu yillar oddiy raqamlar emas, oddiy sonlar ketma-ketligi emas, balki ayni yillar kesimida olinganligini bildiradi. 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yil qilib. Agar tset yillar buyrug'ini, tset buyrug'ini bermaydigan bo'lsak, mana bu buyruqni bermaydigan bo'lsak, nima bo'lishi mumkin? Agar o'sha buyruqni bermaydigan bo'lsak, yillar miqyosida emas, har birini 1 yil miqyosida emas, har birini raqam sifatida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degan raqam sifatida olishi mumkin. Bu bizga kerak emas. Bizga yillar miqyosida olinishi kerak. O'shaning uchun tset yillarni beramiz. Keyingi qiladigan ishimiz mana Astoksam. Mana bu yerda chiqib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Astoksam buyrug'i o'sha mana bu qator umumiy o'zgaruvchilar. Yillar, tovar eksporti, aholi soni, yalpi ichki mahsulot, ishlab chiqarish, daromad, tovar xizmatlar, zaxiralar, transport logistikasi. Bu ABS o'rganilayotgan yillar. Men o'rtacha yil, ya'ni qanaqa o'rtacha yil deganda 2009-yil oladigan bo'lsak, 29 yillikda o'rtasidagi 95-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrdagi markaz hisoblanadi. O'rtacha qiymat, ya'ni STD dev bu o'rtacha chetlanish, o'rtachadan chetlanish 2009-yildan 1995-yilgacha har 8 yil 5 oydan chetlanib borgan. Bunisi yoki bo'lmasa 2009-yildan 2023-yilgacha xuddi har 8 yil 5 oydan chetlanib borish. Minimum 1995-yil, maksimum 2023-yil oralig'idagi ma'lum datalarni o'rganamiz. Keyingi komandamiz xo'sh, yillar oralig'ida yakka o'zgaruvchilar chiziqli grafigi. Ikkita o'rganaylik. Bitta emas, u bitta bersangiz ham bo'ladi buni. Xo'sh. Mana chiqib kelyapti. Mana tovar eksporti bilan aholi sonini mana bitta listga qo'yib oldik, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana turibdi. Tovar eksporti 1995-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda o'sishini ko'rsatib beryapti. 2009-2008-yillarda mana tushish boshlangan, 2009-yilgacha, keyin 2009dan boshlab 2010-yil ko'tarilgan, ozroq tushgan 1 yil, 2011-2012 atrofida yana ko'tarilgan, yana tushgan, ko'tarilgan, 2020-yil gacha ko'tarilib bo'lgan, 2020-yildan 2023-yilgacha dal shu o'smoqda. Aholi soni 38.500.000 bo'lgan 1995-yil. Keyin sekin ko'tarilib, mana 2000-yilga yaqinlashgandan shu tushishni boshlagan va 2023-yilga kelib dal shu tushib ketmoqda. Buni nima qilamiz? Buni kopirovat qilamiz. Keyin
Word ochamiz. Nafaqat buni, balki o'sha birinchi buyurilgan Outlook son buyrug'ini ham xuddi shunaqa qilamiz. Novi papka qilib Ctrl+V. Mana. Copyright qilamiz buni. ChatGPT ga tashlasak, bizga uni tahrir qilib beradi yoki bo'lmasa o'zingizlar ham tahrir qilishingiz mumkin. Agar joy tahrir qilishga qiynalsanglar, bundoq qilib ChatGPT ga tashlaymiz. Va 2 ikki paragrafda tahrirlab ber deb tashlaymiz. Mana ushbu rasmda ikkita grafik tasvirlangan bo'lib, chap va o'ng mana 2000-yillardan boshlab eksport hajmining sezilarli darajada oshgani kuzatiladi. Ayniqsa 2010-yildan keyin o'sish sur'ati yanada jadallashgan. Copyright qilamiz. S Bunu kattatiramiz. Word. Xuddi mana shunda qo'yib ketaveramiz. Excel ga o'tamiz. Bu ham kerak emas menga hozir. Bu ham kerak emas. Mana. Keyingi bu uchalasi. Vaqtimiz chegaralangan, o'shaning uchun ikkita komanda ko'rsatib ketiraman. Mana bu yerda turibdi, tovar xizmatlar importi, yapechka mahsulot. O'sishi 95-yildan 2023-yilgacha bo'lgan vaqtda ko'tarilib tushib o'sgani hisoblanadi. Bu normal holat hisoblanadi. Bu ham xuddi shunaqa 95dan 2023-yilgacha bo'lgan holatda o'sishi normal holat. Buni ham xuddi shunday ChatGPT ga tashlab aniqlash tahrirlash mumkin. Keyingi komandamiz o'zgaruvchilarning bog'liqligini o'ziga xos grafik tasvirda tasvirlash uchun deyapti. Scatter beramiz. Mana nuqtalar bilan tasvirlab beryapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Buni ham xuddi shunday copyright Wordga boramiz. Copyright qilib tahrirlash uchun ChatGPT ga tashlaymiz. Mikrofon al. Video yapıyoruz diye. Video olsun video.